Assalomu alaykum va rahmatulloh. iOS olamiga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Do'stlar, Swift asoslari darsimizda davom ettiramiz. O'tgan darslarimizda biz ma'lumotlar to'plami haqida gaplashgan edik, ya'ni data structurelar. Array, dictionary, set haqida batafsil ko'rib chiqqan edik. Bugungi darsimizda biz loop, cycle haqida batafsil ko'rib chiqamiz. Cycle mavzusi ham katta mavzu hisoblanadi. Ya'ni bunda 4 ta operator mavjud. Birinchi operatorimiz for in operatori, ikkinchi operatorimiz while operatori, repeat while operatori yoki for each operatori bor. Demak, 4 ta operator bilan ketma-ketligida ko'rib chiqamiz. Bugungi aynan darsimizda biz for in operatori bilan ko'rishib chiqamiz. Tanishib, batafsil amaliyotda ko'rib chiqamiz. Bu darsimiz juda ham muhim, dasturlashda juda ham ko'p qo'llanilganligi uchun darsga e'tiboringizni yaxshiroq qaratishingizni so'rab qolaman. Xo'sh, bugungi darsimizni yangicha ko'rinishda kepkada boshlaymiz. Xo'sh, kepkamizga kompaniyamiz nomi tushirilgan Tony Consulting. Xo'sh, tayyor bo'lsangiz boshladik. O'tgan darslarimizda ko'rib o'tgan to'plamlarimiz array, dictionary, set va string to'plamlari mavjud bizda. Birinchisi array, set, dictionary, string. Demak, biz bular hammasi to'plam hisoblanadi. To'plamning ichida qiymatlar mavjud. Ko'rib turibsizki, bitta to'plam va bir nechta qiymatlar mavjud. Va bunda ham har birida o'shanaqa qiymat bor va bu qiymatlar ketma-ketlikda bir nechta joylashgan. Xo'sh, for in o'zi nima deydigan bo'lsak, for in mana shunaqangi to'plamning ichidagi qiymatlarni har birini birma-bir aylanib ko'rib, ya'ni ketma-ketlikda ko'rib chiqib, ustida ma'lum amallarni bajarishni imkonini beradi. Ya'ni bu bilan biz mana shu arrayning ichida har bir elementni birma-bir ko'rib, ustida qanaqa amal bajarish kerak bo'lsa, amalni bajaramiz. Xo'sh, amalda ko'radigan bo'lsak, birinchi massiv ustida amal bajaramiz. Ko'ramiz. Massiv nima edi? Array. Demak, arrayni ustida ko'ramiz. Birinchi to'plam for deymiz. Demak, bu joyda I deymiz yoki item deymiz yoki raqam deymiz. Bu joyga xohlagan raqam berishimiz mumkin. Keyin in yozamiz va raqamlar degan array bor. Arrayni bosamiz. Ikkita qavs belgini ochamiz. Xo'sh, mana shu ko'rinishda biz for in'ni boshlaymiz. Ya'ni ko'rinishi mana shu ko'rinishda ishga tushiriladi. Bu joyda bu qanaqa amal bajariladi? For deymiz, ya'ni for raqam deymiz. In deymiz, ya'ni ichidan, nimani ichidan? Raqamlar arrayni ichidan raqamni aylanib chiqamiz. For bu bizda to'plam. To'plamni ichidan har birini bittalab olib, ya'ni raqam ko'rinishida olib, amalni bajaramiz. Birinchi print qilaylik, raqam yaxshiroq tushunarli bo'ladi. Demak, ko'rib turibsizki, bizda 10 ta raqamni chiqarib beryapti. Bu nima degani? Qarang. Bizda raqamlar 1, 2, 3, 4, 10 gacha bo'layotgan bo'lsa, mana forning ichida biz har bitta raqamni olyapmiz, print qilyapmiz. Shu orqali biz ichidagi 10 ta elementni har birini olib print shaklda chiqaryapmiz. Biz oddiy print qilyapmiz. Yoki biz agar boshqacharoq ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, ya'ni uni ustida qanaqadir amallar bajarish kerak bo'lsa, o'sha amallarni bajaramiz. Misol uchun, har bitta amalni ko'paytiramiz 2 ga deylik. Bu qiymatlarning ichidagi har bir elementni 2 ga ko'paytiramiz. Masalan, ma'lum bir amalni bajaryapmiz deymiz. Demak, 2, 4, 6, 8, 10, 20 gacha raqam chiqyapti. Ko'ryapsizki, birinchi marotaba aylanganda cycle bir marta aylanadi. Bitta raqam 10 ta element bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 gacha aylanadi. Chunki qiymatimizni, ya'ni to'plamning ichida 10 ta qiymat mavjud. Agar buning ichida 5 ta qiymat bo'ladigan bo'lsa, cycle 5 marta aylanadi. Bitta bo'ladigan bo'lsa 1 marta aylanadi. Demak, cycle'imizni mana shu to'plamimizning ichida nechta qiymat bo'ladigan bo'lsa, o'sha qiymat
nechta bo'lishiga qarab, o'shancha marta sikl aylanib, ichidagi har bir elementlarni ko'rib, ustida amallarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Ko'rsak, agar 3 ta element bor desak, ko'ramiz. Demak, bizda 3 marta aylanyapti. Ko'rdikki do'stlar, biz to'plamni ichida hozir bir oddiy print qilishni ko'ryapmiz. Pastda hali yana yuqoriroq, yaxshiroq bir amallarni bajarishni ko'rib chiqamiz. Bu joyda biz array orqali prosta print qilishni ko'rdik. Demak, bu joyni yozib olsangiz ham bo'ladi. To'plamni for in bilan biz to'plamni ichida nechta qiymat bor bo'lsa, for in o'shancha marta qayta amalga oshirgan sikl davom etadi. Qachon to'xtashi? Bu o'sha sikl to'plamni ichida oxirgi qiymatni ham chiqarib bo'lgach to'xtaydi. Bo'lmasam, o'sha oxirgi qiymat borgungacha davom etadi. Demak, massiv ustida biz birinchi ko'rinishini ko'rdik. Endi bu for bilan ikkinchi ko'rinishni ishlashimiz kerak. O'tgan darsimizda so'ralgan edi. Mana bu string shaklga olish debdi. Bu kommentariyaga olish hisoblanadi. Ya'ni biz o'sha ochib olamiz. Belgilaymiz. Belgilaganimizda comment klaviaturadan comment klavishini bosamiz va so'roq va slash belgisi bor. O'shani bosadigan bo'lsak, bizga dasturimizni kommentga olib beradi. Bu kommentga olish nima degani? Dastur tepadan pastga qarab o'qib kelgan vaqtida agar kommentariyaga olingan bo'lsa, buni amalga oshirmaydi, shunchaki bundan o'tib keyingi amallarni bajarib ketadi. Bu shunchaki kommentariyaga olib qo'yish hisoblanadi. Kommentariyadan chiqarish uchun yana xuddi o'sha klaviaturani bosish kerak. Ikkinchi ko'rinishimizda biz I deymiz. Raqamimiz 0 dan boshlansin. Count deymiz. Xo'sh, ikkinchi ko'rinishimiz. For bilan ishlaganimizda odatda biz I kalit so'zi bilan boshlaymiz. Agar element aniq raqam bo'ladigan bo'lsa, yoki raqam deyishimiz ham mumkin. Biz odatda I bilan ishlaymiz. Bu joyda 0-dan boshlab to'plamning countigacha qiymatlar amalga oshirilsin deyapmiz. Sikl davom etishini so'rayapmiz. Bu joyda print qilamiz. Print raqamlar array deyman. Raqamlar arrayning I deymiz. I nima? I bizda int kelyapti. Ya'ni forni ichida biz har bir sikl aylanganimizda bizga raqam qaytaradi. Oddiy misolda ko'radigan bo'lsak, -10 deydigan bo'lsak, unga qaytamiz yana. Print I deydigan bo'lsak, demak 0 dan 9 gacha bo'lgan qiymatni chiqarib beryapti. Chunki biz 0 dan boshlab 10 dan bitta kam, ya'ni 10 dan kichik 0 dan 10 dan kichik oralig'idagi barcha qiymatlarda sikl aylansin deyapmiz. Bizda 0 birinchi chiqadi. Ya'ni birinchi marta sikl aylanganda 0 dan boshlaydi. Chunki biz 0 dan boshlasin deyapmiz. Va 10 beryapmiz. 10 dan kichik belgisini qo'yapmiz. 10 dan kichik bu 9 gacha aylansin deyapmiz. Siklimiz 0 dan 9 gacha bo'lgan qiymat aylanib 10 marta aylanyapti. Shu bilan biz print chiqaryapmiz. Yoki biz oddiy 3 ta nuqta qo'yadigan bo'lsak, 0 dan 10 oralig'idagi 10 gacha bo'lgan qiymatni hammasini chiqaradi. Bu degani bizda 11 marta siklimiz aylanadi degani. Demak, 0 dan 10 gacha aylanyapti, 11 marta sikl aylanyapti. Ko'ryapsizki, 11 marta mana bu siklimiz qayta 10 ga yetgungacha qiymatni chiqaryapti. Birinchisida 1 qo'shib 2, 2 qo'shib 3, 4 qo'shib 5, o'sha har biriga 1 qo'shib ketib, oxirgi qiymatgacha siklimiz davom etyapti. Endi biz ikkinchi ko'rinishimizda boyagida
arrayning raqamlar arrayning counti deganda bizga ichidagi elementlarning sonini chiqarib berar edi. Demak, arrayimiz indekslar har doim 0 dan boshlanganligi uchun biz 0 dan boshlasin deyapmiz. Bu joyda biz arrayning har bir elementiga murojaat qilish uchun biz indekslar orqali ishlar edik. Masalan, raqam deylik. Raqam array deymiz. Buning 0-indeksini biz olishimiz kerak. Tasavvur qiling, bizga 0-indeksidagi element kerak va biz o'shani chiqarishimiz, o'shani ustida amal bajarishimiz kerak. Endi raqam deymiz. Raqamda bizga faqat array necha marta aylansa ham bizga faqat 0-elementidagi indeksni qaytarib beradi. Ya'ni for necha marta aylangani bilan bizga faqat 0-elementi deyapmiz. Agar biz shu joyga I beradigan bo'lsak, int I bu har doim sikl davom etadi. Ya'ni arrayning counti nechta bo'lsa, o'shangacha aylanadi. Ya'ni birinchisida 0 bo'ladi, 1, 2, 3 bo'ladi. Demak, arrayning 0-elementini ber deymiz, ikkinchi elementini ber deymiz, 3-4, 5. Demak, arrayning ichidagi har bitta elementini mana shu shaklda olib, mana buni ustiga qo'yib, ya'ni bunga yuklayapmiz va buni ustida raqamni ustida ma'lum amalni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha biz shunchaki print qilib ko'ramiz. Print qiladigan bo'lsak, bu yerga 3 gacha ekan, mayli. Bizga 1, 2, 3 chiqib kelyapti. Chunki bizda arrayimizda 3 ta qiymat mavjud. Demak, bu joyda birinchi marta aylangan vaqtida arrayga 0-indeksini dagi elementini ber deyapmiz. 0-indeksdagi element 1. 1 ni chiqarib beryapti. Keyin cycle bu joyga keladi, ya'ni bir marta aylandi, for cycle ichiga tushdi, keladi. Tekshiradi. Indeksda qiymat mavjud bo'lsa, bunga yuklaydi. Yuklagan qiymatni biz print orqali chiqarib beryapmiz. Keyingi shaklda ikkinchi marotaba bu joyga keldi va for ikkinchi marotaba forga keladi va bu yana bir tekshiradi. 0 ayimiz 0 edi boshlang'ich qiymati, bir marta aylangandan keyin 0 1 ga aylandi. 1 raqamlar qiymati countidan kichkinami? Kichkina bo'lsa yana tushsin deymiz. 3 ga tushadi. Tushgandan keyin yana birinchi 0 edi 1 bo'ldi. Birinchi indeksidagi elementni oladi va print orqali chiqarib beradi. Va ikkinchi marotaba yana tushadi, yana ketdi. Endi 2 bo'ldi. 0 1 2. Demak, 3-cycle aylanyapti. 3-cycleda yana bir marta ko'radi. 3-I deydi. 3 raqamlar countidan kichkinami? 2 raqamlar countidan kichkinami? Haqiqatan kichkina. Raqamlar counti 3. Bu 2. Demak, haqiqatan kichkina. Demak, bu tushsin deydi. Bu true bo'ladi va dasturimiz davom etadi. Ikkinchi elementi 2 0 1 2. Ikkinchi element 3 bo'ladi. Uchinchi elementni ham chiqaradi. Olamiz indeks orqali print qilyapmiz. Va yana keladi. Endi 3 bo'ldi bu. Ayimiz 3 ga aylandi. Chunki cycle 1 aylanganda count 1 ga ko'paytiriladi, qo'shiladi. Qo'shilganda endi bir 3 bo'ldi. 3imiz 3 dan kichkinami? Ya'ni arrayning counti 3. 3 dan kichkinami deymiz. Demak, 3 dan kichkina emas bo'lganligi uchun dasturimiz bizga to'xtash belgisini beradi, ya'ni false. False bo'lganligi uchun bizni for endi badisi ishga tushmaydi va dasturimiz to'xtaydi. Demak, shu holatda to'xtatish o'zi dastur avtomatik to'xtatadi. Agar ko'rib turadigan bo'lsak, shu shaklda ketadi. Demak, do'stlar, ancha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Kirishib oldik. Endi string ustida amal bajaramiz. For demak, I deymiz, in deymiz. Raqamlar stringda ko'ramiz. Print qiladigan bo'lsak, ayni. Ya'ni ayni raqam deylik. Bu string. Demak, raqamlar stringi, mana raqamlar string. String ichida biz raqamlarni ko'ryapmiz. Demak, for orqali biz har o'sha string ichidagi
bor bo'lgan elementlarni har birini birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, bu string 1, 2, 3, 4, 9 gacha bo'lgan qiymat chiqaryapti. Chunki buni ichida 9 bor. Xo'sh, raqam emas, endi Dilshodbek deydigan bo'lsak, ko'ramiz. Bu string D, L, Sh, O, D, Bek. Men ko'ryapsizki, mana bu string ichidagi har bitta karakterni olib, karakterni ustida amal bajarib yoki o'shani for orqali ishlashimiz mumkin ekan. Demak, string ham bu to'plam hisoblanadi. Qaysiki karakterlar to'plami. O'shaning uchun buni ham biz for orqali amalga oshirishimiz mumkin. Xo'sh, keyingi ko'rinishimizda biz dictionary ni ko'ramiz. Ya'ni dictionary ustida amal bajaramiz. For deymiz, deymiz, in deymiz, baho dictionary, print deymiz, I deymiz. I'miz key value. Demak, e'tibor qilishimiz kerak. Bizda baho deb nom beradigan bo'lsak, bu joyda baho dictionary ichidagi element. Dictionary bizda key va value shaklda qiymatlarni to'playdi. Endi ko'rishimiz mumkin. Dictionary ichidagi bir nechta qiymatlar mavjud. O'sha qiymatlarni har bitta key value sifatida ko'ramiz. Baho deymiz, har bitta elementi baho hisoblanadi. Nuqta bosadigan bo'lsak, key va value shakli bor. Biz keyni olamizmi, valuesini olamizmi? Key olamiz. Keyingiga print qilamizda, baho deymizda, valuesini olamiz. Ko'ryapsizki, dictionary ichida key va valuesini olib print qilib ko'ramiz. Demak, Jamshid 3, Vali 4, Hasan 2 mana shu qiymatlar chiqdi. Demak, key Jamshid, value 3. Demak, bitta qiymat, ikkita print orqali biz natijaga erishyapmiz. Bu ham arrayni dictionary ichidagi nechta qiymat borligiga qarab 1, 2, 3, 4 ta. Demak, 4 marta cycle aylanyapti va o'zi 4-chiga kelganda, 5-chiga kelganda to'xtayapti. Chunki dictionary'miz ichida 4 ta element mavjud. Bu joyda ko'rishimiz mumkin. Forni ichida aylanayotgan vaqtimizda faqat keylarni ichida aylanishimiz mumkin. Key deymiz. Key ko'ramiz. Keyni ko'ramiz. Jamshid, Ali, Vali, Hasan, Jamshid. Bu joyda biz dictionary ichidagi faqat keylar to'plamini ichidan aylanishni so'rayapmiz va bizga faqat keylarini chiqarib beryapti. Endi biz values deydigan bo'lsak, value deymiz, value ni ko'ramiz. Endi bizga faqat mana bu raqamlar, valuelar chiqishi kerak. Demak, 5, 4, 3, 2, 3 chiqyapti. Demak, dictionary ichidagi biz barcha qiymatlarni ishlashni ko'rdik. Faqat valuelarni ustida ishlashimiz mumkin, faqat keylarni ustida ishlashimiz mumkin yoki o'zini shunchaki berib turib, o'sha value ichida o'zini key bor, valuesi bor. O'sha shaklda ham ishlashimiz mumkin. Xo'sh, for in bu joyda endi setni ko'ramiz. Raqamlar qiymati 1 emas, 1, 1, 2, 3 katta. Natijani ko'ramiz. Demak, biz setni ichida ham
for bilan aylanib, ya'ni set to'plamining ichidan for bilan aylanib, har bitta elementning ustida amallar bajarishimiz mumkin. Setimiz bilamizki, hech qachon tartib yo'q. Masalan, birinchi 11 chiqayotgan bo'lsa, keyingi safar 10 oxirida chiqishi mumkin, o'rtasida chiqishi mumkin. Bunda hech qanaqangi indeks mavjud bo'lmaganligi uchun bizga har safar har xil qiymat chiqaradi. Bu safar 11 birinchi chiqyapti. Demak, shu shaklda biz har bitta to'plamni for orqali aylanib ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Va har bir o'sha aylanib, har bir siklda aylangan vaqtimizda bizga o'sha to'plamning ichidagi o'sha elementni beradi. O'sha elementning ustida biz ma'lum amallarni bajarib, qanaqangi ko'rinishga olib kelish yoki qo'shish, ayirish mumkin yoki boshqacharoq amallarni aytilgan amallarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Demak, darsimizni cho'zilib ketmasligi uchun qismlarga bo'lamiz. Bu darsimizda biz to'plamlar bilan ishlashni ko'rdik. Ya'ni for orqali to'plamlar bilan qanaqa ishlanish kerakligini ko'rib chiqdik. Keyingi darslarimizda, keyingi bo'limimizda biz to'plamlarning ichida biz break bor, continue yoki boshqa amallarni, qanaqa amallarni bajarish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'sh, keyingi darslarimizda davom ettiring. Xayr, salomat bo'ling.